Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol. Musa alayhissalom malakul mavtni, ya'ni o'lim farishtasini ko'zini urib chiqarganligi rostmi debdilar. Haqiqatda bu narsa sahih hadisda kelgan. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ursila malakul maut ila Musa alayhissalam. Falamma ja'ahu sakkahu fafaqa 'ayna." O'lim farishtasi Musa alayhissalomga jo'natilganda, u kishi uni kelgan paytda ko'zini urib chiqardi degan. Shunda Musa alayhissalom o'lim farishtasi Allohning oldiga qaytib borib, "Ey Robbim, meni o'limni istamaydigan bir bandani oldiga jo'natibsan" degan. Alloh unga qaytarib ko'zini berib, "Bor, unga qayt" degan. Unga aytgin, qo'lini bir ho'kizni ustiga qo'ysin. Shu qo'li ho'kizni ustida qancha tolani o'z ichiga olsa, har bir tolaga 1 yildan umr beraman degan. Keyinchi "Ey Robbim" deydi. Keyin o'lim baribir deydi. Shunda Musa alayhisalom "Unda o'zi hozir olavergin" deydi. "Unda o'zi hozir olavergin jonim" deydi. Ya'ni nima farqi bor? 1000 yil yashasin, 10,000 yil yashasin, baribir o'laydigan bo'lsa hozir olaver deydi. Ana bu qissa demak davomi ham bor uzunroq. Ana bu qissa sahih Buxoriy, sahih Muslimda kelyapti. Haqiqatda Musa alayhisalom malakul maut ko'zini urib chiqargan. Lekin malakul maut inson suratida borgan. Shuning uchun ko'zini urib chiqargan. Endi nega farishtaning ko'zini chiqaradi desa, chunki u kishi uni birinchidan farishta deb ham bilmagan, bir inson uyingizga bostirib kiryapti. Qo'lingizga ilingan narsa bilan urasiz, nimaga kiryapsan deb. U kishi uyga bir odam kirayotganini ko'rganda, urib ko'zini chiqargan. Hozirda tasavvur qiling, uyingizga bir inson kirib kelsa, odam, men malakul mautman desa, joningni olgan keldim desa, xo'p, olavergin deb qarab turasizmi? Qo'lingizdan kelgan himoyangizni qilasiz. Musa alayhissalom ham shuning uchun odam suratda kelganini ko'rib, bir bezoriga o'xshatib go'yoki urib ko'zini chiqargan. Ana shuning uchun mana ikkinchi marta kelganda indamadi. Allohu a'lam.